Harom qilingan tijorat. Islom dini zulm qilish, aldash, bo'zaq qilish yoki islom cheklagan narsalarni bozorga solish qatorliqlardan boshqa turli tijorat usullarini harom qilmagan. Masalan, aroq va zaharli chekimliklar, to'ng'iz va but haykallar yoki shuningga o'xshaydigan islom dini ishlatishni, foydalanishni yoki elib setishni harom qilgan har xil narsalar bilan tijorat qilish islom ravo ko'rmaydigan harom tijoratdir. Bulardan kelgan kirimmi mehnat kirimdir. Bu kirim bilan yashagan kishining teni jahannamda kuyishga loyiqdir. Bunda harom tijorat bilan shug'ullanuvchilarning tijoratda rostchil, amin bo'lishi ularni jahannam o'tidan qutqizolmaydi. Chunki bular tijorat qilayotgan mollar islom cheklagan va jang e'lon qilgan harom mollardir. Oltin yoki yipak tijoratida cheklama yo'q. Chunki bular ayollarga haloldir. Biroq bulardan erlarning ishiltishi uchun yasalganining tijoratini qilish haromdir. Halol tijorat qilganda qiyomat kunida gunohkorlar guruhi bilan birga turib jahannam azobiga duchor bo'lib qolmaslik uchun tijoratchilarning diqqat qilish kerak bo'lgan bir qancha ishlar bor. Payg'ambar alayhissalom bir kuni namozga chiqib o'tib, kishilarning ilm satim qilayotganligini ko'rdi-da, ularga: "Ey tijoratchilar", dedi. Buni anglagan hamma kishi qo'llaridagi narsalarini qo'yib Payg'ambar alayhissalomga qarashdi. Payg'ambar alayhissalom ularga: Allohdan qo'rqqan va rostchil bo'lib lavzada turganlardan boshqa barliq tijoratchilar qiyomat kunida gunohkorlar qatorida qopidi, dedi. Sahobalardan Hazrat Vasila ibnul Asqa radhiyallohu anhu: "Biz tijorat qilgan chog'larimizda Payg'ambar alayhissalom chiqib, ey tijoratchilar, hargiz yolg'on gap qilib salmanglar" degan edi, deydi. Tijoratchi yolg'on so'zlashdan ogoh bo'lsin, chunki yolg'on so'z tijoratchilarga bir ofatdir. Yolg'onchilik gunohga boshlaydi, gunoh jahannamga boshlaydi. Tijoratchilar umuman qasam ichishdan, bo'libmi yolg'on qasam qilishdan saqlanishi kerak. Chunki Payg'ambar alayhissalom 3 kishiga Alloh qiyomat kuni qaramaydi, ularni gunohlardan poklamaydi hamda ular qattiq azobga qoladi. Ularning biri yolg'on qasam bilan millining bozorini chiqargan kishidir, degan. Hazrati Abu Said radhiyallohu anhu bir kuni bir sahroliq qo'lida bir qo'yni yetlab ketayotdi. Uningga qo'yni 3 tangaga sotamsan, dedim. U menga Alloh bilan qasamki, yo'q, sotmayman deb javob berdi. Keyin uni shu bahoda sotdi. Buni Payg'ambar alayhissalomga desam, Payg'ambar alayhissalom oxiratini dunyosiga setibdi, dedi. Tijoratchi aldamchilik qilishdan hazar aylasin, chunki aldamchi islom ummati qatoridan chiqib ketadi. Tijoratchi o'lchash yoki tarozida kam berishdan hazar aylasin. Alloh taolo mundaq deydi: "Kamchanda va tarozida kam berguvchilarga voy. Ular kishilardan kamchallab olgan chaqda to'liq oladi, kishilarga kamchallab yoki tortib bergan chaqda kam beradi." Monpolchilikdan hazar aylasin, chunki monpol qilg'uchidan Alloh va Allohning payg'ambari ado juda bo'lib ketadi. Jazoni o'sim bilan muomala qilishdan hazar aylasin, chunki Alloh taolo o'simdan barakatni yo'qotib etadi. Qur'on Karimda Alloh taolo jazoni bilan muomala qilishni Allohga urush qilganlar deb ko'rsatgan. Hadisda bir kishining bilib turib jazoni qilish orqali yegan bir tangasining gunohi 36 qatim zina qilishdan og'ir gunohdir deb ko'rsatilgan. Bularning hammasini muomalalar babida tafsili bayon qilamiz. Xizmat qilish va mansab tutish. Musulmon kishi ishning huddasidan chiqishga, talab qilingan barliq narsalarni joyida o'rinlashga kuchaytiradiganlar bo'lsa, hukumat, jamiyat, idora, shirkat yoki biror shaxs qo'lida xizmat qilish orqali turmushini qamdisi bo'ladi. Ammo huddasidan chiqolmaydigan, qo'lidan kelmaydigan bir ishqa, bo'libmi sud va hukumat mansablariga o'zini ko'rsatsa bo'lmaydi. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan. Huquqdorlarning, raislarning, ambarchilarning holiga voy. Qiyomat kunida ba'zi kishilar shundoq bir ahvolda qoladiki, dunyoda hech bir xizmat tutmasak bo'ptikan deb pushaymon qilib, chochlaridan cho'lpon yulduzga esilib, havo bo'shlig'ida sangilib qolishini umid qiladi. Hazrati Abu Zar radhiyallohu anhu: "Men Payg'ambar alayhissalomga: 'Ey Rasululloh, menga biror mansab tutqizamlar' degan edim." Payg'ambar alayhissalom mo'ramiga shaplaqlagan holda: "Ey Abu Zar, sen ojiz. Mansab degan omonat. Bu mansab to'liq huddasidan chiqib, majburiyatini ado qila olganlardan boshqalarga qiyomat kuni pushaymon va nomusdir" degan edi, deydi. Payg'ambar alayhissalom yana: "Sotchilar 3 turlik bo'ladi.
Bir turi jannatga, ikki turi jahannamga kiradi. Jannatga kirdigani haqni tunib, haqqa asosan hukm qilganidir. Qolgan ikki turi bo'lsa, biri haqni bilib turib nohaq hukm qilgani, yana biri bir narsa bilmay turib hukm qilganidir. Bu ikki turdagilar jahannamdadir degan. Yaxshi musulmon degan cho'ng mansab va xizmatga layoqati bo'lsa-mu, uning orqasidan qo'g'lashmasligi va uningga herismanlik qilmagani tuzuk. Chunki butun umidini mansab huquqqa bog'lab qo'ygan kishini mansab huquq qul qilib oladi. Kimki butun diqqatini dunyoga yuzlantirdi ekan, Allohning yordamidan mahrum qoladi. Hazrati Abdurrahman ibn Samura radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom menga: "Ey Abdurrahman, mansab talab qilma. Agar sen talab qilmagan ahvolda sana mansab berilsa, yordam qilinasan. Navoda mansabni o'zing talab qilib olgan bo'lsang, yordamsiz yolg'iz qolasan" degan deydi. Hazrati Anas radhiyallohu anhuning deyishicha, payg'ambar alayhissalom kimki qozilikni orzu qilib qozi bo'lishga yo'li bor kishilardan yordam so'rasa, o'zi yolg'iz qoladi. Kimki bu mansabni orzu qilmagan holda majburiy o'z ustiga elib qolsa, Alloh uningga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan bir farishta avatidi. Navoda bir mansabni tutishga shu bir kishidan boshqa layoqatli odam topilmaydigan hamda mansabni o'z ustiga olmasa, kishilarning manfaati ziyonga uchraydigan bir vaziyat ko'rilsa, u chog'da layoqati bor kishi chiqib, bu mansabni talab qilsa bo'ladi. Qur'on Karim bizga Yusuf alayhissalomning qissasini bayon qilgan. Bu qissada Yusuf alayhissalom podshohga: "Meni zimin Misrning xazinalarini boshqarishga qo'ygan. Men haqiqatan obdan saqlay oladigan bilimli odamman" degan. Siyosiy va boshqa barliq ish xizmatlarni talab qilishda islom ko'rsatgan adab-axloq mana shundaqdir. Harom qilingan ish xizmatlar. Biz yuqorida bayon qilgan xizmat bilan shug'ullansa bo'ladi degan so'z bunda xizmatlarda musulmonlarga ziyonli biror narsa bo'lmasligi shartiga bog'liq. Masalan, musulmonlarga qarshi urush qilayotgan qo'shinda ofitser yoki askar yoki ishchi bo'lib xizmat qilishi. Musulmonlarga qarshi urush qilish uchun qurol-yarog' ishlab chiqaradigan zavod yoki shirkatlarda ishlashi hamda islom dushmani bo'lgan har qanday bir o'rinda xizmat qilishi halol bo'lmaydi. Shuningga o'xshashla, kimki haromga yoki zulmga yordam beradigan xizmatda ishlasa, bu xizmat harom bo'ladi. Masalan, jazona o'sim ishlarda ishlash, aroq zavodi va do'konida ishlash, tansiqxona yoki shuningdek joylarda ishlash. Bunday o'rinlarda ishlaydigan kishilarning o'zlarining bevosita harom ishlarni qilmaydiganligi ularni gunohdan poklay olmaydi. Chunki biz yuqorida bayon qilib o'tganimizdek, gunohga yordam qilishning o'zimi gunohdir. Shunga payg'ambar alayhissalom o'sim yeganga la'nat qilish bilan birga o'sim muomalasini yozganga va uninga guvohchi bo'lganiga la'nat qilgan. Aroq ichganga la'nat qilgandek, ishlab chiqarganiga va qo'yib berganga la'nat qilgan. Ammo bu hukm musulmon kishini bunday ishlar bilan tirikchilik qilishga majbur qiladigan favqulodda bir ahvol bo'lmagan chog'larda shunday bo'ladi. Navoda ahvol shunday bo'lib qolsa, musulmon kishi bunday ishlardan nafratlangan holda ishlab turib, harom ishdan qutulish uchun davomli izlanib halol kasbga yo'tkilish kerak. Musulmon degan qanchalik ko'p foyda bo'lib ketishidan qat'iy nazar, gumonliq va dinni ojizlatadigan joylardan davomli o'zini yiroq tutishi kerak. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundoq ko'rsatdi: "Gumonliq narsalarni qo'yib, gumon yo'q narsalarni qilgan. Banda cheklangan ishlarni qilib solishdan andish qilib, cheklanmagan narsalarni tark qilmoqcha taqvodorlarning darajasiga erisha olmaydi." Pul tepish masalalaridagi umumiy qoida. Pul tepishdagi umumiy qoida shuki, islom dini musulmonlarga xohlagan yo'l va xohlagan shaklda pul tepishni ravo ko'rmaydi. Balki islom dini jamiyat va ko'pchilikning manfaatini nazarda tutgan holda tirikchilik qilishga qonunliq va qonunsiz yo'llarni ayirib ko'rsatgan. Bu ayirish mundaq bir asosiy prinsipga tayinadi. Foyda olish faqatla boshqalarning ziyon tortishiga bog'liq bo'lgan yo'llarning hammasi qonunsizdir. Adolat va rozilik bilan kishilarning o'zaro manfaat almashtirishi qonunliqdir. Bu prinsipni Alloh taolaning mono so'zi aniq bayon qiladi: "Ey iymon etganlar, bir-biringlarning mollarini o'zaro nohaq yo'l bilan yeb olmanglar. Faqatla sizlar o'zaro rozi bo'lib qilishgan tijorat buning sirtida. Sizlar o'zinglarni o'ldirmanglar. Alloh haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. Kimki chekdan eshib va zulm qilib, uni, ya'ni cheklagan ishlarni qiladi ekan, uni do'zaxga kirgizamiz." Nisa surasi 29-30 oyatlar. Bu oyat tijoratning qonunliq bo'lishi uchun ikki shart qo'ygan.
Birinchisi, tijorat ikki tarafning roziligi bilan bo'lishi. Ikkinchisi, bir tarafning foyda olishi, ikkinchi tarafning ziyon tortishiga bog'liq bo'lmasligi. Buni oyatdagi o'zinglarni o'ldirmanglar degan buyruq bayon qilib berdi. Mufassirlar buni tuvandagidek ikki ma'noda tafsir qilgan bo'lib, har ikki ma'no bu o'ringa uyg'un keladi. Birinchi ma'no bir-biringlarni o'ldirishmanglar. Ikkinchi ma'no o'zinglarni o'z qo'llaringlar bilan o'ldirmanglar. Demak, bu oyatning ma'nosi o'z manfaati uchun boshqalarga ziyon yetkazadigan har qanday kishi o'zining qinini iqitgan, oxirida faqat o'zini halokatga so'ragan bo'ladi. Masalan, o'g'rilik, parxo'rlik, qimorbozlik, aldamchilik, saxtapazlik, jazonixo'rlik va bularga o'xshaydigan nurg'unlagan pul tepish yo'llarida o'z manfaati uchun boshqalarga ziyon yetkazish bor bo'lganligi uchun bular qonunsiz yo'llardir. Bularning ba'zilarida ikki tarafning roziligi bo'lish sharti tepilsa-mu, Alloh taolaning o'zinglarni o'ldirmanglar degan oyatidagi muhim shart tepilmaydi. İmam Yusuf Qaradaviyning Islomdagi halol va harom nomli kitobidan ilindi. Tarjimada Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.